Hozir. Assalomu alaykum adasi. Va alaykum assalom. Bugun portlamasam bo'lmaydi. Psixologim aytdilar. Men sizga aslida hamma ishlaringizni qilishga majburmas ekanman, bilasizmi? To'g'ri, majbur emassan. Lekin mas'ulsan. Ya'ni men ham seni boqishga, haligi salon-palon, har xil ko'ylak balobatlarni olib berishga majbur emasman. Lekin mas'ulman. Vot gap nimada? Siz o'zi mendan bundoq bir hol-ahvol so'raysizmi? Bu uyda bo'g'ilib ketdim-ku. Ana o'zinam har kuni g'iybat qiladi. Noshukurligicha hiqildog'imga keldi. Alohida olib chiqib ketamiz. O'sha ovsining aslida seni qusuring. Ya'ni ichingni ko'rsatib beradi. Bu degani kimnidir odati senga yoqmasa, aslida o'sha seni ichingdir. Vot gap qo'y. Nima? Siz hali meni g'iybatchi demoqchimisiz, a? E'tiboringiz uchun men g'iybatchi emasman. Mana, ko'rdingmi? Hozir senda himoya texnikasi ishlayapti. Tan olmaysan. Tushun, onasi. Tan olish bu haligi ojizlik emas. Bu jasorat. Qachonki mana shu qusurlaringni tan olib, prarabotka qilib ishlagan kuning, ana shunda o'sish bo'ladi. Keyin rivojlanasiz onasi. Vot, bitta masala. Choy damla. Oling, choy iching. Qip-qizil g'iybatchiga chiqarib qo'ydingiz. Men sizdan kutmagandim. Ana, ko'rdingmi? Biologik yoshing 30 da bo'lsa ham, hali ham o'zing yosh bolasan. Ya'ni 16 yoshingda kimdir seni xafa qilgan, hali ham o'sha arazda yashab yuribsan. Nima qilishim kerak shunda? Detskiy pozitsiyadan chiqishing kerak. Qachonki ulg'aysang, katta bo'lsang, keyin senga boshqa katta-katta g'oyalar, pullar keladi. Katta odamlarga katta pullar, onasi. Pulni menga siz berasiz-ku. Ana ko'rdingmi? Sen faqat mendan kutasan. Mendan kutma, onasi. Sen yaratgandan kutishing kerak. O'zi biladi, kim orqali qaysi yo'l bilan senga pul berish. Shunda, agar shunaqa kutuvimni sizdan emas, yaratgandan qilsam, ana bir oyda $200,000 pul topamanmi? Hoppa, onasi. Miyangni sig'ma mana shu chashkadek. Tushundingmi? Sen bo'lsa dengiz so'rayapsan. Tushun, men bu oshqovog'ingga dengiz sig'maydi. Qara, miyangga faktlarni keltir. Har doim осознанный yasha. Ya'ni hamma narsaga realniy qara, onasi. Mana shu muammolar o'z oyog'imiz tagida, lekin biz ularni boshimizga chiqarib olganmiz. Vot, где masala. Hozir adasi, men shunda o'zim kevali qolib kelaman. Psixologga borib nima qilib yuraman? Uyimda erimni o'zi psixolog ekan-ku. Umid Anvarovna. Terapiyalaringiz yordam berdi. Ha, lekin xotinim birorta gapimga javob topolmay qoldi. Zo'r ekan. Ha, albatta boraman-da. Darsda ko'rishguncha. ومنادي عالصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لمة رجال وانا هادي مع